Dorilarsiz, og'riqsiz ereksiyani davolovchi shok apparati. Shok terapiyasi umuman nima va u qanday ishlaydi? Tibbiyotda shunday apparat borki, bu maxsus elektromagnitli to'lqinlar asosida sizdagi jinsiy zaiflikni yoki jinsiy olatni qiyshiqligini yoki jinsiy olat ichidagi chandiqlarni maxsus to'lqinlar asosida albatta bir nechta seanslardan keyin davolaydi. Va bu apparat oddiy bo'lgani bilan, lekin effekti juda ham yaxshi seziladi. Bu apparatni, ya'ni shok terapiyasini amalga oshiradigan apparatni o'zini chastotasi, energiyasi, gertsi, uni to'lqinlarni soni miqdoriga qarab turgan holda sizni holatingizdagi qon aylanishini yaxshilash uchun yoki chandiqni yumshatish uchun yoki og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, og'riqni yo'qotish uchun bu maxsus to'lqinlar jinsiy olatni o'ziga yo'naltiriladi apparatni rukoyatkasi orqali. Ushbu shok terapiya muolajasida qanday afzalliklari bor? Eng kuchli afzalligi bu amaliyotni og'riqsiz, tez va hech qanday operatsiya yoki kesilish amaliyotsiz amalga oshiriladi. Undan tashqari, bu amaliyotdan keyin o'sha zahotda siz uyga ketishingiz mumkin. Yarim soat ichida sizni muolaja bo'lib o'tadi va bemalol ishingizga ketaversangiz bo'ladi. Amaliyot albatta og'riqsiz o'tadi va bu amaliyotni, ya'ni shok terapiyasini dorilar bilan va PRP terapiyasi bilan kombinatsiya holda amalga oshirsa ham natijasi yana ham yaxshiroq amalga oshadi. Natijasi yana ham yaxshi bo'ladi. Bu shok terapiyasi jinsiy olatni zaifligi, jinsiy olatni qiyshiqligi yoki jinsiy olatni o'zida ereksiya bo'lgan vaqtida og'riq bo'lishi, ya'ni Peyronie kasalligi bo'lgan bemorlarga ko'rsatma sifatida beriladi. Erkaklarning orasida jinsiy olatni yaxshi qo'zg'almasligi yoki umuman qo'zg'almasligi yoki jinsiy olatni qiyshiqligi yoki aloqa vaqtida olatni qo'zg'algan vaqtda og'riq bo'lishi chandiq hisobiga, ya'ni Peyronie kasalliklarida bemorga albatta operatsiya taklif beriladi. Implant qo'yish deyiladi yoki jinsiy olatni qiyshiq bo'lgan qismi, ya'ni chandiqni olib tashlash tavsiya beriladi. Lekin bu operatsiyani xohlamagan bemorlarga mana shu shok terapiyasini PRP terapiyasi bilan kombinatsiya ko'rinishda yoki o'zini olishni tavsiya beriladi. Va bunda 3 ta yoki 6 ta seansdan keyin siz albatta natija olasiz. Ana endi bu shok terapiyasi yana kimlarga mos? Faqat shu olat qiyshiq yoki olat umuman turmayotgan insonlarga emas, balki agar siz turg'izadigan dorilar, Viagra, Kamagra, Jivagraga o'xshagan dorilarni ichganingizda ham sizda olat qo'zg'alishi pasaygan bo'lsa, ya'ni unga siz o'rganib qolgan bo'lsangiz, siz olat u bilan yaxshi qo'zg'almayotgan bo'lsa yoki qandli diabet bilan og'rigan bo'lsangiz, bu bemorlarda odatda olatni yaxshi qo'zg'almasligi kuzatiladi. Va undan tashqari jinsiy olatni o'zini qon tomirlarida so'lishi, bo'shashishi yoki tonusini pasayishi kelib chiqadigan bo'lsa, odatda bu ko'p tamaki chekuvchilarda yoki boshqa zararli odatlari bo'lgan insonlarda olatga keladigan qon tomirlarining tonusi pasaygan bo'ladi. Mana shu insonlarga ham shok terapiyasi juda ham qo'l keladi. Shok terapiyasi qanday amalga oshiriladi? Siz qabulga kelasiz, ambulator ravishda amalga oshiriladi. Keldingiz, sizga shok terapiyasini o'tkazilishdan oldin tushuntiriladi, qanday amalga oshirilishi, sizdan nima talab qilinishi. Bitta seans, ya'ni bitta terapiya 20 minutgacha davom etadi. 20 minut davomida jinsiy olatni o'sha muammosiga qarab turib, jinsiy olatni maxsus nuqtalariga pistolet apparati bilan to'lqinlar beriladi. Yo 3 hafta olishi mumkin, haftada 2 marta, yoki 6 hafta olishi mumkin, haftada 1 marta. Va natija 2-4 haftadan keyin natija sezila boshlaydi. Muammoga qarab bu. Va albatta muammo tezroq hal bo'lishi uchun dorilar bilan kombinatsiya yoki PRP bilan kombinatsiya qilish tavsiya ham etiladi. Hurmatli erkaklar, agar sizga operatsiya taklif berishgan bo'lsa, balki sizga yuqorida aytib o'tgan shok terapiya usuli sizga ma'qul kelgandir. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga kerakli bo'lgan savollaringizga javob ham berishadi.